Har juma kunlari viloyatimizdagi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar va mehnat jamoalarida an'anaviy tarzda o'tkaziladigan ma'naviyat soatlarida jamiyatda qonunchilikni ta'minlash va huquqiy ma'naviyatni qaror toptirish mavzularida seminar va muloqotlar tashkil etilmoqda. Namangan harbiy prokuraturasi tomonidan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi shaxsiy tarkibi ishtirokida bo'lib o'tgan o'quv seminari haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Huquqiy ma'naviyat tushunchasi ayniqsa kundalik turmushda duch keladigan fuqarolik munosabatlarda qonunlarni bilish, unga amal qilish, haq-huquqlardan foydalanish bilan bir qatorda konstitutsiyada belgilangan majburiyatlarni bajarish ham muhim hisoblanadi. Namangan viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida bo'lib o'tgan bu galgi ma'naviyat soati mashg'uloti doirasida huquqiy ma'naviyatni oshirish mavzusida o'quv seminari o'tkazildi. Unda tizimda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar ishtirok etdilar. Video konferensiya aloqa shaklidagi seminar mashg'ulotida shahar va tumanlar bo'limlari shaxsiy tarkibiga Namangan harbiy prokurorining yordamchisi, xususiy notarial idorasi notariusi, uy-joy, avtomototransport oldi-sotdisi, hadya shartnomalarini rasmiylashtirish, meros masalalari yuzasidan ma'ruza qildilar. Shuningdek, uy-joy oldi-sotdisi, meros va mulk huquqi bilan bog'liq masalalarda qonunchilikda ko'zda tutilgan me'yoriy hujjatlar haqida ma'lumotlar berildi. O'zaro muloqot tarzida o'tgan seminar savol-javoblarga boy tarzda kechdi. Harbiy xizmatchilar o'zlari duch kelgan muammolar, ularni bartaraf etish, uning huquqiy yechimi bo'yicha bergan savollarga mutaxassislar javob berdilar. Shaxsiy tarkibda huquqiy ongi, huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida harbiy prokuratura bilan hamkorlikda uy-joy oldi-sotdisi hamda o'sha transport vositalarini oldi-sotdisi shartnomalar tuzish bo'yicha kerakli tushunchalarni berish maqsadida mutaxassislar jalb qildik. Tadbirda tashkillashdan maqsad shu shaxsiy tarkibda har qanday shu faoliyat davomida to'g'ri keladigan oldi-sotdi jarayonlari, transport vositasi, uy-joy, mol-mulk, shularda qanaqa hujjatlarga e'tibor berish kerak, qanday hujjatlarni talab qilish kerak, notariusga qaysi hujjatlarni taqdim etish kerak, shu borasida keng ko'lam tushunchalar olib borildi. Fuqarolik jamiyatining asoslaridan biri bu qonunlarga itoat qilish va har sohada belgilangan me'yoriy hujjatlar asosida ish yuritishdir. Ayniqsa iste'molchi sifatidagi huquq va manfaatlarning ta'minlanishi, mulk daxlsizligi, uy-joy hamda meros masalalarida belgilangan qoidalarga amal qilish. Bu borada harbiy prokuratura, davlat yoki xususiy notariuslarga murojaat qilish muhim. Boisi xuddi shu masalalarda firibgarlar domiga tushib qolish holatlari uchraydi. Shu nuqtai nazardan qaraganda bu kabi o'quv seminarlari ishtirokchilar uchun manfaatli bo'ldi.